Yangiliklar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Jasurjon Devxonov. Prezidentimizning yoqilg'i energetika sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energiya nazorati tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni bilan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mazkur farmon ijrosi yuzasidan O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatida elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy etildi. Bu haqda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati yetakchi mutaxassisi Sherzod Jalilov ma'lumotlari. Jamiyat tarkibidagi GESlarda 600 dan ortiq elektrik hisoblagichlar ISQ tizimiga, ya'ni elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulandi. Buning uchun 200 ga yaqin elektrik hisoblagichlar yangi zamonaviy ko'p funksiyali elektrik hisoblagichlarga almashtirildi. Yuqorida aytib o'tilgan 600 dan ortiq elektrik hisoblagichlar yordamida GESlar tomonidan ishlab chiqarilgan, tarmoq uzatilgan, o'z ehtiyojlariga sarflanayotgan elektr energiya hisobini yuritishda foydalanib kelinmoqda. Shuningdek, hisoblagichlardagi ma'lumotlar energiya nazorat platformasiga hamda jamiyatimizning vaziyatlar markaziga ham uzatilib kelinmoqda. Endilikda GESlardagi navbatchilar boshqaruv pulti xonasidan turib, elektrik hisoblagichlardagi ma'lumotlarni kunning har qanday vaqtida onlayn olish, doimiy tahlil qilish va qisqa vaqt ichida elektr energiya balanslarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ayni vaqtda yangi ishga tushirilgan GESlarda ham elektr energiya hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy etish ishlari olib borilmoqda. Qisqa muddatlarda ularda ham ishlar yakunlanib, umumiy miqdorda 700 ga yaqin hisobga olish nuqtalari energiya nazorat platformasiga hamda jamiyatning vaziyatlar markaziga uzatilishi ta'minlanadi.